Assalomu alaykum. Anglayotganlar Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati 2008-yil 4-oyda 2-chi qatim nashr qilgan biografiyalik roman Qaynam o'rkishi. Avtori Abdulla Talib. 20-bob. Oxirgi bog' saylisi. 5-chi oyning oxirgi bir kuni edi. Lutfullaning bog' tarafga qarab turadigan derazasiga yaqinla joyda to'xum rangda chechakligan egiz olma darxi bor edi. Uning ustiga qo'nilib mungluq sayrayotgan kakukning ovozi uni shirin uyqudan uyg'otibdi. U darhol o'rnidan turib, sovuq suvda yuz ko'zini yuvdi. Ondan ratlik kiyinib bo'yniga galstukni taqadi. Dal shu paytda u o'zining o'smirlik davridagi oltin chog'larini esiga ilib, cheksiz xushalliqqa cho'mgan edi. U deriza tuviga kelib, ilig'icha to'xtamay sayrayotgan kakuk ovozini havas bilan tingishdi. Quyosh sho'lisi ufuq yuziga nur sepib, hujra ichiga yo'riq tushishga boshlagan chog'da oqshom yesib chiqqan bizning Mehmet nomli she'rini yanchuqidan oldida she'r tekstini naqsh qilib o'qish uchun ahang tanlashga kirishib ketdi. Gohida hujra ichida u yoqdan bu yoqqa minib yurib mashq qiladi. Gohida bir qo'lini, gohida ikkala qo'lini harakatlantirib dirijo'rlik mashqi qiladi. Kun birer g'ulaj o'rlagan chog'da eshik chekildi. Lutfulla berib eshikni ichivdi. Muzikant zavqi skripkasini ko'tarib, kulimsirab kirib keldi. "Qo'ymo vaqtida keldingiz?" dedi Lutfulla muzikantga. "Qaramamsiz. Atigan qoq sahardan buyon bir muncha mo'nliq ahanglarni qochirib qo'ydim. Endi skripka bilan ahanglarni bog'lab olamiz. Lekin ahang bak yuqori bo'lsa tari chidamasmikin?" dedi zavqi chaqchaq qilib. "Yo'q, bizning bugun ijod qildiganimiz yiqimliq naqshi ahangi." Shuningdan keyin ular takror izlanish orqali bizning Mehmet tekstiga bir jangovar ahangni bog'lab oldi. Ash vaqti bo'lib qolgan chog'da Naburchik Turdi Hüsyin bizning Mehmet besilgan Janub Shamli gazetidan bir munchini ko'tarib kirib keldi. Lutfulla gazetning 4-betiga ko'zini yugurtib, she'rni bir qatim tekshirib chiqdi. "Yuringlar, Salaxunning oshxonasiga berib, qursoq to'qlab kelib, ondan o'z faoliyatimizni boshlaymiz", dedi Lutfulla do'stlariga. Ata 1-iyun bolalar bayrami bo'lg'achqa, ular bugun bog'ga berib, bolalar uchun birer ko'ngillik o'yin qilib bermoqchi bo'lishgan edi. Tushdan keyin ular gazetxona yonidagi Molla Niyozbekning cho'ng beg'iga ketib o'tib, bizning Mehmetni skripka bilan unlik o'qib mandi. Nurg'un o'g'il qiz bolalar ularga agishib bog'ga kirdi. Gazetxona atrofi bayram tantanasiga cho'mgan edi. Ular bog'ga kirib 7-8 bolaning o'sh o'ynayotganligini ko'rdi. Lutfulla ularni darhol yeniga qichqardi. Bog'ning o'ttirsidagi bir cho'ng bo'shliqqa birdamdila nurg'un bolalar to'plandi va shoirning dirjorligida 1-iyun bolalar bayramini tabriklash faoliyati boshlanib ketdi. Shoir bugungi faoliyat nomerini e'lon qildi. 1-chi chinash, 2-chi do'rash, 3-chi naqsha. O'yinning kun tartibi bo'yicha Lutfulla Mutallib bog'ning janubiy timiga ko'mir bilan bir yirtqich hayvonning beshini sizib chiqib, uni bir chambar ichiga ilib qo'ydi. Orqadan 30 qadam oraliqqa siziq sizib, bolalarni siziq bo'ylab qator turg'izib tosh etib, yirtqichning beshini qarg'a chinash harakatini ijro qildi. Chempion bo'lganlar chavak bilan taqdirlandi. Ondan o'yinning 2-nomeri bo'yicha bolalar chambar shaklida o'ltirdi. Har bir bolaga ya bir hayvonning, ya bir qushning ovozini do'rash yoki bir naqsha aytib berish majburiyati yuklandi. Bolalar kulka chaqchaqlar ichida bu nomerni oxirlashtirdi. O'yinning 3-nomeriga kelganda shoir yanchuqidan bizning Mehmet nomli she'r tekstini qo'liga oldida unlik o'qishga boshladi. Bolalar oxirida shoirga chavaq chilib tashakkur bildirdi. "Bu she'rni endi naqsh qilib o'qiymiz", dedi shoir hayajon bilan. "O'rninglardan dasturinglar." Shoir intayin xush kayf bilan dirijorlik qilishga boshladi. Zavqi skripka chaldi. Bolalar agishib o'qishga boshladi. Yarim soatdan keyin bolalar bu naqshni xilib pishiq o'rganib oldi. 2.
Әтісі 1 iyun күні сәһәрдә Munir'din Turdi Hüseyün və Zəvqi yanıla Lutfullah'ninkide toplashib, bugun qandaq faoliyat ilib berish to'g'risida paranglashmoqchi bo'lib o'ltirishgan edi. Ishikdin Lutfullah'ning yatolmaslik dehqon do'sti Rustam kulimsirab kirib keldi va hujurdagilarga "Assalomu alaykum. Elimo bir yoqqa ketib qolmabsizlar. Bugun ta'lim o'ng keldi" dedi salom berib. Rustam do'sti Lutfullah'ni qaq saharda uyidan tepib olganiga xushal bo'lib ketgan edi. Lutfullah yeziliq dehqon do'stini qizg'in qarshilib, o'ringa taklif qildi. "Men sizni qichqarg'ili keldim", dedi Rustam taklif qilib. "Nag bormiz?" dedi shoir. "Yatolmasqa, bizning mahallaga." "Rahmat, burunmo ko'p borgan-g'o. Avara qilaverimizmi?" Dehqon yigit bilan Lutfullah Avat va Kuchturpan safarida tanishgan edi. U chaqda Rustam harva haydaydi. Hozir u shaharning g'arbiy shimoliga joylashgan Baraqsan go'zal yezida dehqonchilik qiladi. "Ko'rishmagili uzun bo'ldi", dedi Rustam. "Biz sizni sevgandik. Mahallamizning atrofi hozir chichak cho'kanlar purkinib, kakkok bulbullar sayrishib, bo'lakchilar go'zallashib ketdi. Onun ustiga oqshom Fayzivatdan Qurban qilich yetib keldi." "Qurban qilich?" Lutfullah Qurban qilishning ismini anglagan hamon boshqacha zo'qlanib, tartishmasdilla yeziliq yigitning taklifiga ma'qul bo'ldi. Rustam bilan Zavqi langar cho'ng ko'riki yinida harva tayyorlab turishga va'da qilib, oldin minib ketdi. Xilidan keyin Lutfullah, Munir'din va Turdi Hüseyinlar ko'chaga chiqdi. Ular amdila darvoza sirtiga chiqibdi. Bir qiri divana ularning oldin to'sib, sadaqa tilab turib oldi. Divana beshiga bir kurak tumoq, uchisiga salma yaqiliq yirtiq chapan, putiga aski cho'ruq kiygan, jigida yog'chidan yasalgan hasa tayangan, do'mbisiga kona char xurjun artib olgan edi. "Bugun pulsiz mingibdiq", dedi Munir'din. "Atigacha kelarlar." Divana ko'chaning atrofiga ko'z qirini tashladi-da, o'pcho'risda odam yo'qligini bayqagandan keyin oldin tayyorlab qo'yilgan bir kichik tumarcha xatni Lutfullahning qo'liga tutqizib, ikki qo'lni egiz ko'tardi-da, "Amin, Allohu akbar, Xudo rahmat qilsin bolalarim, men yana uchib ketaman", debla ular bilan xo'shlashib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Lutfullah bilan Munir'din qo'lga tushgan xatni bir necha yuz qadam nari minib, xoli bir yerda ochdi. Xatga ikkala jumla, parol xarakterlik so'z yozilgan edi. "Jang boshlanar iyulda, jangchilar duldulda." Ikki do'st birlikda mushu ikkala jumla xat yozilgan xotan qog'ozining o'ng ta'turini aqtirib, sinchilab qaraydi. Yanila shu qora siyahda yozilgan boyqi ikki jumla parol xarakterlik so'z edi. Hissiyatchan va sho'x mijozlik Lutfullah birdilla hayajonlanib ketdi. Ko'zlarida umid nurlari aks etishga boshladi. "Mana endi jazman umid yulduzi ko'rindi. Heliqi divana boshqa kishi emas. Bultur biz bilan Koni shahrida ko'rishib, xush xabar yetkazgan Muzdavan kapteri. Aynidinning o'zi. Uning bugun bizga yetkazib kelgani g'alaba signali, nusrat signali", dedi Munir'dinga. "Rastali shundoq", dedi Munir'din. "Bugun bizga nusratlik kun bo'layotdi. Uning ustiga qurban qilishning yetib kelishi xushalliq ustiga xushalliq bo'layotdi. Biz endi texmi sagak bo'lishimiz lozim. Nusrat shu yerdagi", dedi Lutfullah Munir'dinga. "Jang qarori iyul bo'lib bekitilib, g'olib Qaysarning nomi bilan bog'langan. Qaysar demak g'alaba demakdir. G'olibiyat cho'qim oldimizda." Shoirning dunyo tarixidan naql keltirib so'zlagan bu cho'nqur mantiqidan Munir'din hayron bo'ladi. "Yuring, Rustam ko'rib pishda uzun kutib qolmasin, biz mangayli", dedi Munir'din oxirida. Ular langar ko'riki beshiga borganda Rastilla Rustam bilan Zavqi saqlab turadi. Ular harvaga o'ltirdi-da, yatolmasqa qarab yurib ketdi. 3. Shaharning g'arbiy shimolidagi Bog'u Bo'stonliq bu yeza 6 oylarda texmo go'zallashib ketadi. Bog'larda har xil qushlar shaxtdan shaxta qo'nib, mungluq sayrishadi. Ular Rustamning uyiga borganda oldi bilan Qurban qilich kelib
Lutfulla, Munirdin va turli Hüseyinlar bilan qizg'in qo'l ilishib ko'rishib, tinchlik so'radi. Arqadan Rustamning do'stlaridan Nurulla qatorliq bir muncha yeziliq yigitlar kelib, shoir bilan ko'rishdi. "Qani, uyga marhamat mehmonlar." Rustam mehmonlarni uyga boshladi. Rustamning uyi shu yerlik boshqa dehqonlarning uyiga o'xshash, tegizlay, to'rt atrofi yog'och qo'rma bilan turg'izilgan, ustiga qora siypoq berilgan edi. Uning oddiy yasalgan mehmonlik uyining qibla timiga qo'yilgan ko'k sanduqning ustiga bir qancha oddiy shotivar yotgan ko'rpalar tizilib, ustiga bir parcha yeshil yo'lliq adyal yepib qo'yilgan edi. Uy cho'risiga gilam, gullik palasning ustiga oddiy tanglamat kigiz siliqliq turadi. Rustam va uning ayoli Gulnisa xushalliqida mehmonlarni yaxshi kutilish uchun u yoqdan bu yoqqa chapatdi. Dasturxonga non, choy, jinasta, uruk, ujma, qittiq, pishirilgan tuxum va po'shkal keltirildi. "Qani mehmonlar, mazaga baqayli", dedi Rustam. "Kambag'alning chiyi chishqi dora debdikan. Bugun har birlarini ko'nglim tortdi. Tapqini gul keltirar, topolmagan bir boshpiyoz, tapqini qo'y o'ltirar, topolmagan cho'ji xo'roz. Bugun men qo'y so'yolmasammi, cho'ji so'ya olayman, lekin ko'ngil hammadan a'lo." Rustamning yolg'iz o'ziningla nomida so'z qilayotganligiga Gulnisa bir oz og'rinib qilib, xuruchi o'rlab qoldi. U mehmonlarni qo'rinib va eqib hozircha o'tkazib o'tib turishni o'ylagan bo'lsa-mu, biroq ko'nglidagini davolmay turolmaydi. Ko'ngil hammadan a'lo bo'lgandikin, men degan so'zlarni yig'ishtirib, taxti beshiga ilib qo'yib gapni bizdan boshlasizlar. Xongongdan men emas, biz bo'lib kelgan. Ketmanni men emas, biz bo'lib chapqan. Bu aziz mehmonlarmo mening emas, bizning nomimizdan qichqirilgan, dedi chaqchaqqa yulab turib. Gulnisaning bu chaqchiqi mehmonlarni qattiq kuldiribdi va bu kulka bugungi bog' saylisining ko'ngillik boshlanganligidan derak beretdi. "Men mushu kamgacha", dedi Lutfulla kulkisini to'xtatib. "Yiziq tahrirligida xili usullarni uchratgan bo'lsam-mu, ig'iz tahrirligida bugungidek pishqan tahrirni zodila uchratmabdikanman." Shoirning bu so'zi naburchik turdi Hüseyinni kuldirib tiliq turibdi. Qolganlar bo'lsa Gulnisaning so'ziga texichila kulishib, o'zlarini besilisholmay turadi. "Men namaqul", dedi Rustam. "Rastilla yengilibdiman. Qani, sizlar tamoqqa beqishaveringlar. Men namaqullikning siridan sizlarga qisqacha parang qilg'ach o'ltiray. Biz ikkimizla Aqsu daryosining nariqi tarafidagi Sayriq Xongong degan yerda birga o'sgan. 16 yoshimda men Abduniyozning isyonchi qo'shinlariga askar bo'ldim. Keyin topchi bo'ldim. 1937-yili askarlikdan qaytib kelsam, Gulnisa toza bo'yiga yetgan chaq ekan. Ko'zimga u paridek ko'rinib ketdi. Gulnisani 4 yigit talishib qoldik. Bu 4imizmi bir mahallada cho'ng bo'lgan og'ini bolalar edik. Bir xotin uchun, qisqasi muhabbat uchun o'lim voqeasi kelib chiqadiganligi burnimga purab qoldi. Shu chaqda raqiblarimdan biri menga elchi orqali mundaq dedi: "Biz hammamiz Gulnisan deb tig' ostida o'lishib ketmasak, chek tashlab uning ismi qaysimizga chiqsa, qolganlar shuningga o'tinsak." Men shu an elchi dedim. Muhabbat pulga aldanmaydi, tig'dan qo'rqmaydi. Uni qimarda jaz qilg'ili bo'lmaydi. Chek maslahatini qilgan yigit ujmi pishqanda ujmisini yesin. Taklimaga berib podisini baqsin. Oradan 2 kun o'tgandan keyin men Gulnisadan yurak tomiri rastdan kimga so'qidi deb so'radim va nikoh o'qitganda 3 qatim so'rab aran javob olgandek uningdan tasda lekin chin yurgidan sizga degan javobni oldim. Men orqadanla Gulnisani sinab, undaq bo'lsa emsa daryoning sharq tarafiga ketamiz dedim. "Atam bilan anamchu", dedi Gulnisa. "Anangni sen unat, atangni men", dedim. Ish oxiri shundoq bo'ldi. Bir kuni kechasi al oyga besiqqanda yenimga yo'g'on bir pichoqni oldim va bir otni topdim. Ikkimiz mingashdiqda mushu yerga kelib o'rinlashdik. Otga mingashgan bo'lgandan keyin oxirgacha tang mingashgan bo'lamiz-da, dedi Gulnisa erining so'ziga yana so'z qistirib.
Mehmonlar yana uzoqcha kulishdi. Qiziq hikoyani anglab, choyni obdan ichishdik, dedi shoir. Endi birdam daryo bo'yiga berib, bog' saylis qilib kelsak, deb o'z taklifini o'ttirg'a qo'ydi. Sahibxona ma'qul bo'lgandan keyin mehmonlar o'rinlaridan turishib, daryo bo'yiga mandi. Do'lan daryosi bu yerga bir chaqirimcha keladi. Ular birdan ikkidan bo'lib, o'rmon manzarasini tomosha qilib minishdi. Mehmonlar Do'lan daryosida qarmoq va to'r bilan biliq tutishga kirishib, uzun o'tmayla 2 sivatcha biliq suzib oldi. "Men berib biliq pishirib turaman", dedi Rustam. "Sizlar bir oz sayli qilgandan keyin borarsizlar." Rustam biliqni ko'tarib mandi. Yeza yigitlaridan bir necha kishi, shahardan chiqqan 3 kishi va Qurbon Qilich daryo bo'yidagi bir chinar darxining tuyiga kelib, daryoning g'arbiy tarafidagi Baldang, Sakpachi, Qaramuqchi yezilarga xali uzun qarshi turishdi. U yezilarning atrofini yop-yeshil talliq, osmon bilak bo'y tortgan chinar daraxtlari, kumush yupurmoqliq jigdilar, olma, o'rik, shaptul va boshqa mevazor bog'lar o'rab turadi. "Mening buvam asli mushu ko'rinib turgan Qaramuqchi degan yezdan ekan", dedi Rustamning yeziliq og'inisi Nurulla. "Otamning vaqtiga kelganda biz daryoning bu tarafiga ko'chib kelgan ekanmiz." Nurulla o'ttir bo'y, qara qosh, oq yuz, gavdalik, beshiga chekit gullik shapaq to'ppi kiygan, uchisiga salma yaqiliq qisqa oq mata ko'nglak, mata ishdan kiygan, ko'ngliki ustidan ko'k sho'yna yeb bog'lab olgan tambal va sho'x yigit edi. "Buvam Qaramuqchidan demsiz?" savol qo'ydi Munardin. "Bu qiziqla o'xshash ism-g'u. Qaramuqchi Shirolla chiqadigan joy, Do'lan daryosi bo'yidagi mushu Qaramuqchi avlodidanmi ana shundoq botirlar chiqsa ajab emas." Munardin dehqon yigitlarga Qumul Qaramuqchi hikoyasini so'zlab berdi. Uning bu tarixiy hikoyasi xili uzun davom qildi. Hikoya oyoqlashganda kun peshin vaqti bo'lib qolgan edi. Ular chinar zarliq ichida tomosha qilgach, bir besib, ikki besib Rustamning uyiga qarab minishdi. Munardin bilan Lutfulla mutallib ketib o'tib, bir egiz chinarning orqa tarafiga o'tdi. "Mana bu yakanlik yigit Shahobiddindan kelgan xat", dedi Munardin va xatni shoirning qo'liga sundi. Xatda Qashqar va Yakan yoshlarining inqilobiy faoliyati qisqacha tunishtirilgan edi. "Biroq bu yerdagi vaziyat", dedi Munardin, "hozir yomonlashmoqda. Yekimning Oqsuda paydo bo'lganini angladingizmi?" "Yo'q, u nega berib kelibdi?" dedi shoir Munardinga. "Boy tarafga tizlab berib, kecha yana tizlab qaytib kelibdi-dak. U boyda qandoq o'yinlarni o'ynadi, biz texi xabarsiz. U yana qandoq o'yinlarni o'ynarkin?" Ularning suhbati texi tugmagan edi. Rustam kelib, "Qo'rsaqlar pijildab ochadigan chog' bo'lib qoldi. Saynog'i yig'layli", dedi. Rustamning ishki oldidagi cho'ng bir tüp yangoq darixi ostiga dasturxon tayyorlangan edi. Mehmonlar orqa-orqadan yetib kelib, dasturxonni cho'rdab o'ltirishdi. Sahibxona beliq go'shi, non, musallaslarni keltirdi. Rustam 2 piyolaga musallas qo'yib, "Bugun ko'ngildagi do'stlar bilan didor ko'rishaylik degan umid bilan har birlarini bu yerga jam qildik. Bahorning fayzi ko'ngilning dog'larini davolaydi. Qani, xushal o'ltirishaylik", deb so'z boshladi. Bir piyolani shoirga sunib, "Ichmay to'xtab tur. So'zingni avval Gulnisoxon tahrirlab tasdiqlasin", dedi Nurulla chaqchaq qilib. "Otga mingashmasam, yolg'iz qoldig'inni tuyib qoldi. Shunga bu qitimqi so'zni xili o'nglab qildi", dedi Gulniso. Hammaylar paraqida kulishdi. Orqadan zavqi iskiribgini Nurulla dutarni ilib Do'lan g'azallariga chaldi. Birdamdan keyin ayollar do'lancha mashrab usuliga tushdi. Oxirida leganlab narin keldi. "Avatga borgan safarimizda", dedi Rustam, "shoirimizning narin bilan Langmanga amroq ekanligini bilib oldim. Gulniso bilan ikkimiz maslahatlashib, mushu tamoqni hozirlashni loyiq ko'rdik. Qani, ilisila. Boshda Gulnisoni ig'zingga olmaysan, endi bo'lsa ig'zingdan tushirmaysan", dedi Nurulla Rustamni shanxo qilib. "Ketman erning qo'lda bo'lgani bilan
cho'moch ayolning qo'lida ekan, adash, dedi Rustam. Dastlabida jinim, sadig'ing bo'lay, oxirida nima chatig'im bo'lay, desa bo'lamdi, dedi Gulnisa. Rustam bilan Nurullaning so'ziga javob berib, bugun, dedi shoir oxirida so'z qilib, sizlarni ko'pga aytdik. Afsuski biz quruq chiqib qoldik. Farhodjonga bir oddiy do'ppa olg'ach keldim. Uning bayramini tabriklayman. Shoir o'rnidan turib Sohibxonning 6 yoshlardagi orzuli o'g'li Farhodning beshiga sovg'atliq do'ppisini kiydirib, peshonasiga suyib qo'ydi. Orqadan ko'pchilikka bizning Mehmet Sarlaviylik hiliqi she'rini o'qib berdi. Hammaylar qizg'in chavaq chaldi. O'ltirish oxirlashgandan keyin Rustamning yeziliq og'inlari xo'shashib uylariga qaytishdi. Qash qarayib xilala qorong'u tushib qolgan edi. Lutfulla, Muniriddin, Qurbon Qilich, Rustam va Nurulla bashaylan ishik oldida kichik eriqning so'l yoqasida qad ko'tarib turgan chinarliqning orasiga berib, navbatdagi faoliyat ustida maxfiy suhbat olib bordi. Sizning avatgan xitingizni, dedi Lutfulla Qurbon Qilichqa. Yaqindala Koni shaharda 5 kiramlik yigitlardan topshirib oldik. Sizdan qaytib kelganingiz obdan bo'ldi. Biz Qavul qatorliq 5 kiramlik yigitlarni Bilal Azizining xabar ilishiga o'rinlashtirdik. Ular hozir Koni shaharda. Nihoyat yaxshi bo'libdi, dedi Qurbon Qilich. Men endi qaytmaydigan bo'ldim. Bir qancha qilich so'qib olg'ach keldim. Vazifa topshirishingizlarni kutaman. Meningcha, dedi Muniriddin, ishni Qo'rg'ondan boshlashimiz kerak. U yerda gomendanchilar gazarmasilash uchun odam tutib o'tibdi. Bizning 5 kiramlik yigitlarimiz Koni shahardan Qo'rg'onga boradigan asharchalarga qitilib, Qo'rg'ondagi amgak qo'shinga joylashtirilsa, biz akelgan qilishlaringizni Bo'zdong partizanlarga yetkazib bersangiz va o'zingizmi shularga qo'shilib, iyulga tayyorlik qilib tursangiz, nishonimiz cho'qim iyul oxirida bizning qo'limizga bugun yangi axborot yetib keldi. Men bu vazifani bajandil qabul qilaman, dedi Qurbon Qilich qizg'inlik bilan. Qurbon akam bilan menmi birga borsam, dedi Nurulla. Bo'ladi. Siz tog' yo'lini pishiq bildiganligingiz uchun, dedi Lutfulla so'z qistirib. Bilal Aziziga ahvolni aytib, bularni o'rlashtirib qo'yib qaytib kelsangiz texi yaxshi. Keyingi ishni siz qaytib kelgandan keyin o'rlashtiramiz. Lekin u yerda ko'p ayol bo'lib qolmang. Bu fikrga hammaylar qo'shildi. 20-bob tugadi.